Mana yetib keldik. Aha. Shuma qaynonang uyi. Shu. Mana shu qasrdek hovlida bir o'zi yashaydi. Biz bo'lsa, muzchaning ketidek joyda o'zimizni baxtlimiz deb yurgan ekanmiz-da. Endi bilibsiz-da. Xayriyat, kech bo'lsa ham tushunibsiz. Bu hayhotdek uyda bitta kampirga nima gap bor-a? Yoshlar yashasin, oila yashasin, to'g'rimi? Meni bu uyga nimaga keldi deb o'ylayapsiz? Bilmasam, seni soch tolangacha rejang, fikring bor. Hozir qaysi birini amalga oshirayotganingni qayerdan bilay? Xullas, ishlar bitsin, keyin ko'rasiz. Bo'pti, men tushay. Qaynonamning oldiga boray. Keyin gaplashamiz. Xo'p. Hech bolasi kasal odamga ham o'xshamaydi bu. Nima, bolasi ham rol o'ynayaptimikin-a? Bilmasam, sekin-sekin ko'raveramiz-da. O'tir. Voy. Namuncha chiqishingiz qiyin bo'ldi yoki kundoshim ruxsat bermadimi? Men undan javob kutamanmi? Uydagi pullarni olib chiqdim. Juda yaxshi. Bolangni olmaysanmi? Hozir maktabga boramiz. Maktabdan olaman. Yaxshi. Qayerga ketamiz? Hali bilet kerak. Bilet olishimiz kerak. Bu masalani qanday hal qilamiz? Men hammasini hal qilib qo'yganman. Qayerga borishimizni bilasizmi? Qayerga? Turkiyaga. Turkiya? Zo'r-ku. Turkiyada yashaymizmi? Meni o'sha yerda qarindoshlarim bor. Shu sabab Turkiyani tanladim. Sizga ham ma'qulmi? Ma'qul. Sen nima desang shu. Yuring unda maktabga boraylik, bola nogani. Mayli, ketdik. Latif aka qayerdan paydo bo'ldi? Yaramas. Mo'min akani pichoqlab qo'ydi. Ana endi o'tiribdi turmada. Men